Oltiariq tumani 20-ixtisoslashtirilgan davlat umum ta'lim maktabida mana shu kasbiy rivojlantirish kuni va kasbiy rivojlantirish soati doirasida bir 10 ta mahorat darslariga o'qituvchilarimiz kirib darslarni kuzatib chiqishdi. Bu seminarlarni tuzishdan maqsad o'qituvchilarni kasbiy rivojlantirish kunida olgan bilimlarini kasbiy rivojlantirish soatlarida o'qituvchilarga yetkazish. Mahorat darslarida o'qituvchilar tomonidan bugungi kunning interfaol usullari ko'rsatib berildi. Ya'ni darsda an'anaviy shakldan ko'ra interfaol usullarda dars o'tish qanchalik samara berishini biz guvohi bo'ldik.